Assalomu alaykum akalar. Bugungi zakasimizni ham chiqarib olish arafasidamiz. Katta yo'limiz 900 kvadratli Xorazmga chiqarib olamiz. O'zimiz yetib kelgan. Xorazmlik mijozimiz zakaz qilishgan edi. Bugungi sanamiz 23-fevral 2026-yil. O'zi bahor yaqinlashib qoldi, lekin hali ham katta yo'l qo'yishyapti. Kattaroq obyekt menimcha bu. Bu garlikasi. 037 kilovatlik katta motor. Misab motkali, двойной ikkitalik reduktor. Juda baquvvat. Shinigimiz, garlikani yonish qismini ko'ringlar. Bu narigi kichkina kat yo'llarga nisbatan ancha katta. Yonish qismi ham uzun. 40 sm. Olov yonish teshiklarini ham kombinatsiya qilganmiz. Bu yoqdan kattarib kichrayib keladi. Ulitkasi, ya'ni havo haydaydigan ventilyatori ham o'ziga mos, kattagina. Ulanadi, ishlayveradi. Baquvvat. Bu 900 kvadratdan kattaroq joylarni ham olib beradi. Ya'ni o'ralgan uteplit holati zo'r bo'lsa olib beradi. Biz lekin 900 kvadratgacha beryapmiz lekin. 800-900 kvadrat joyga tavsiya qilib beryapmiz. Teplitsalarga berdik, katta xonadonlarga berdik, zdaniyalar, sexlarga berdik, o'zimiz oqladi. 5 ariqqa bergan edik, o'zim borib ko'rib keldim. 37 ta radiatorda islayapti. Mana shunaqangi 900 talik katta yo'limiz. Kvadrati juda katta joy edi. Aytdim video qila olmadim, lekin mana shu 900 talik bergan edik. 37 ta katta radiatorda akfa sexda islayapti 5 ariqda. Bugun yuklab chiqarib yuboramiz. Bu yoqda tayyorlari ham bor. 900 dan ham bor, 500 dan bor, 350 turidan bor. Xudo xolasa bugun yetkazib beramiz. Tortiqsi ikkita bo'ladi buniki. Bu orqa tarafdagi teplaminilar vertikal teplamini tozalash uchun, bunisi gorizontal tozalash uchun. Vertikali mana bu joydan ochib tozalanadi. Mana joydan ochib tozaladi, ikkita tushgan. Bu yoqqa ikkita tushib chiqqan. Xudo xolasa bugun yuklab chiqarib boramiz. Buni chiroyli qilib o'rab. Bunkeri ham kattagina, bir 250-300 kg atrofida sig'adi bunkeriga.